Eko natijasiz bo'lishi, embrion chiqmay qolishi yoki embrion qo'yganimizdan keyin homilani rivojlanmay tushib qolishiga nima sabab bo'lishi mumkin? Bunda erkaklarimizda asosan qaraladigan narsa bu spermatozoidlarni sifatiga juda katta e'tibor berish kerak. Soni kamroq yoki aktivligi pastroq bo'lsa ham sifati yaxshi urug'dan sifatli embrion chiqadi. Ayollarda keladigan bo'lsak, bularda yoshiga bog'liq. Ayol kishining yoshi qancha katta bo'lgan sari AMG gormon yuqori chiqsa ham, o'zida folikulalar ko'p ko'rinsa ham, bularni sifati yomon bo'lishi mumkin va bu sifati yomon urug' va sifati yomon erkak spermatozoididan sifatsiz embrion chiqadi yoki umuman embrion chiqmay qolishi mumkin. Endi bolani hosil qilgandan keyin embrionni matkaga qo'yib qo'ygandan keyin tushib qolishiga asosiy sabablardan bittasi bu homiladagi genetik nuqsonlar yoki ayollarda endometriya qavatini yaxshi o'smasligi, endometrioz kasalligi, bachadon naylarida gidrosalpingizlar bo'lishi, shamollash, yallig'lanish kasalliklari. Homilani qo'ysak ham, homila rivojlanmay u yerda erta suroklarda tushib ketishi mumkin. O'shaning uchun ekoga harakat qilayotganda erkaklarda qaraladigan narsa spermatozoidlarning morfologiyasi, ayollarda bo'ladigan bo'lsa, qancha yosh bo'lsa, shuncha ekoda natija olish ko'proq bo'ladi.